Agar sizda grija bo'lsa, zalga chiqish mumkinmi? Kerak emaski shuni qisqa vaqt ichida tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar sizda grija bo'lsa, agar sizda og'riq doimiy bo'lib turgan bo'lsa, birinchi o'rinda doktorga maslahatga boring. Doktor tavsiyasidan keyin agar sizga ruxsat bersagina zalga borib shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Zalga borganda ham albatta trener olib, trener bilan birgalikda ishlashni tavsiya qilamiz. Agar sizning belingizda grija bo'lsa, trener sizga shunga qarab turib yuklamani va mashqlarni bajartiradi. Agar siz o'z boshimchalik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, juda ham ko'p salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sababi sizning muskullaringizda, bo'g'imlaringizda va bo'g'im svязкаларida travma olish ehtimoli juda ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun albatta siz birinchi shifokor ko'rigidan va albatta trener bilan ishlashni boshlang. Bu videoni albatta grijasi bo'lib turib, lekin zalga chiqishga ikkilanayotgan insonlarga jo'nating. Agar bizning videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lishni unutmang.